Dünyanın her qaysı joylaridagi davlat arboblarini, shundaqla siyosat va tijorat sohasidagi muhim zotlarni bir yerga jam qiladigan nufuzli so'rovlarning biri bo'lgan Myunxen xavfsizlik yig'inida Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi Uyg'urlarning majburiy emgaki masalasi haqidagi savoliga duch kelgan. O'tgan yildagi Myunxen xavfsizlik yig'iniga Xitoyning tashqi ishlar ministri Wang Yi qatnashib, bexatar dunyo barpo qilish temasida so'zlagan edi. O o'z bayonlarida bir qism davlatlarning sovuq urush logikasi bilan Xitoyga muomala qilayotganligini tanqidlagan. Bu yilgi Myunxen xavfsizlik yig'inida Wang Yi o'tgan yildagidek agitib yurmasdan Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan irqiy qirg'inchiligini bevosita oqlagan. U bu haqda bir qism siyosiy kuchlarning xalqaro Xinjiang masalasiga doir bak ko'p yolg'onlarni o'ydirib chiqarganligi, atalmish irqiy qirg'inchilikning bo'lsa butunlay yolg'onchilik ekanligini o'tirg'a qo'ygan. Xitoy istixborot organlarini Uyg'urlar haqidagi uchurlar bilan ta'minlagan 6 kishi İstanbulda qo'lga tushdi. Türkiye Xalqaro xabarlar to'rining bugungi xabarda bildirishicha, Sharq Turkiston tashkilotlari haqida uchur to'plab, Xitoy istixborot xodimlariga yo'llagan 6 kishi bir vaqtda İstanbulda qo'lga tushgan. İstanbul Bosh taftish mahkamasi terrorlik va tashkillik jinoyatchilarni tekshirish idorasi ijro qilgan tekshirish natijasida Türkiye istixborot tashkiloti ta'minlagan uchurlarga asosan mazkur 6 kishining Xitoy istixborot xodimlari bilan ko'rishganligi haqida Turkiyada yashayotgan Sharq Turkistonliklar, Turkiyada faoliyat qilayotgan Sharq Turkiston jamiyatlari va tashkilotlari haqida uchur to'plaganligi aniqlangan. 2024-yillik Xalqaro Ona til kuni munosabati bilan Uyg'ur akademiyasi vaqfi va Uyg'ur Ona til komitetining tashkillashi, Tağnuri ta'lim-tarbiya markazi va Sarxillo ma'rifining hamkorligida 2024-yil 2-oyning 17-kuni shanba tushdan keyin soat 2 da İstanbul Sabahiddin Zayn Universiteti yig'in zalida Uyg'ur yosh o'smirlarining o'rinlashtirishida 2024-yillik Uyg'urlarda ona til sevgisi, adabiyot san'at faoliyati o'tkazildi. Bu faoliyat orqali Uyg'urlarning o'z ona tilini va madaniyatini suyadigan bir millat ekanligi yana bir qatim namoyon qilindi. Faoliyatni tashkillagan Uyg'ur ziyolilar Uyg'ur tili va madaniyatini saqlab qolish va rivojlantirishning ahamiyatini ta'kidladi. Amerika G'azza rayonida urush to'xtatishni talab qilgan qaror loyihasini rad qilgandan keyin Saudiya Arabiston Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bexatarlik kengashida islohot olib berishni talab qildi. G'azzada darhol va mangulik urush to'xtatishni oldin mo'ljallaydigan Algeriya o'ttirg'a qo'ygan bu loyiha Amerika tarafidan rad qilindi. Gerçi Angliya ovoz berishdan voz kechgan bu qonun loyihasi 13 davlat tarafidan qabul qilingan bo'lsa-mu, ammo doimiy a'zo bo'lgan Amerika tarafidan rad qilindi. Avstraliya dengiz armiyasini hassilab taraqqiy qildirish uchun qo'shimcha $7 milliard xomchot ajratganligini e'lon qildi. Davlat mudofaa ministrligining bayonotida dengiz armiyasi uchun yangilangan havo mudofaa va hujum qilish iqtidoriga ega 3 Buxoriy darajalik havo mudofaa qo'g'lug'uchi paraxotini o'z ichiga olgan 26 yer yuzi jang paraxotining setildiganligi ko'rsatildi. 2021-yil oktyabrda Avstraliya Xitoyning Tinch okeanda kun sari kuchayotgan harbiy mavjudligiga qarshi Amerika va Angliya bilan AUKUS kelishimi imzolab, yadro suvosti paraxoti texnikasi sohasida hamkorlikni planlagan edi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin o'zlarining yadro qurollarining olam bo'shlig'iga o'rnatishtirilishiga qarshi turganligini bayon qilib, biz yadro qurollarining olam bo'shlig'iga o'rnatishtirilishiga qat'iy qarshi turamiz dedi. Poytaxt Moskvada o'tkazilgan muxbirlarning kutilish yig'inida Putin Amerika matbuotlarida chiqadigan Rossiya yadro qurollarini olam bo'shlig'iga o'rnatishtirishni planlayotdi degan ayblashlarga raddiya berdi.